Mana shu ikkita qog'ozdan bittasini tanlagan. To'lab beraman. Hozir biz do'konga boramiz-da, maktab bozorga o'quv qurollar, kiyim-kechaklar olasan-da, pulni men to'layveraman, bo'ptimi? Kamronbek, xullas shu do'kon. Nechta daftar kerak, nechta ruchka, hamma narsasini aytsang, bittada yig'ib yuboramiz. Bu yoqda mana popkalar. Qaysi yoqqa o'tdi senga? Ana u yerga. Mana shunisimi? Bo'l, tamom. Kostyum ko'ynak kerak, mana shudan bittasini tanlab ol endi. 128 ming. Olur, farqi. Yur endi, kostyum tanlaylik. Bo'ladimi shunaqasi? Ha, loyiq keldi. Mana shuni olamizmi? Kuyov bo'lyapsan, ana. Mana barabanniy drop, yil o'quvchisi mana. Yoqdimi o'zingga? Mana bu o'quv qurollar bor-ku, daftar, ruchka, hammasini nechtadan kerak bo'ladi? 15 tadan yetadimi taxminan? O'zing haqqingda gapirib ber endi. Nima planlar? Kim bo'lmoqchisan katta bo'lganingda? Aytishnik. Nima maqsadlar bor? Nima olish, mashina, uy? Birinchi o'rinda oyimni Makkaga jo'natish. Bizda bir oddiy sababchi-da, Alloh yuborgan desang, mana shu shuncha qiynalgan, mehnat qilayotganingga bir yaxshilik bo'lib javob qaytyapti-da. Harakat qilishdan, mehnat qilishdan to'xtamagin-da. Undan ham zo'r bo'ladi chunki. Gelikda yurganingda bir eslab qo'yasan bizani. Flomasterlar, ruchkalar, bu qalam, bo'ldi, hamma narsa yetadi o'quv qurollar. Do'koninglar shunisi yoqadi, ham maktab bozori, suvda bozorda qilib yurgandan ko'ra shu yerda o'zida salqinda bozorga ketkazmoqchi bo'lgan pulingni endi onajonga bergan. O'zlariga narsa oling mana deb. Hammasi mana. Angar do'kondan senga hadya, oyijonga yet, bizdan duo qilib qo'ysinlar, hop. Rahmat, sog' bo'l.